Assalomu alaykum. Bugun 6-may. Men Bulosh filiali Agrobank ATB boshqaruvchi o'rinbosari Husanov Xusravman. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Buloqboshi tumani Zarg'oldoq MFE 956-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga sarimsoq piyoz ekilgan. Maydon hajmi 6 gektar, uzunligi 200 metr, bo'yi 300 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda hosil davrida ekinlarni yetishtirish 200-220 kun davom ettiradi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqonchi o'rtacha 30 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Bulosh Agrozamin 2022 MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 60 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.